Men Shayxontohur tumani 262-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Bekmirzaeva Aziza Rasuljonovaman. Bu maktabda 3 yilga ega bo'lgan bo'lsam, o'zimda umumiy stajim esa 20 yil bo'lgan. Yaqinda sizlar bilan birga rejalashtirilgan boshlang'ich ta'lim jurnali bilan Mashrabxon Umarova bilan birgalikda bo'lgan treningda ishtirok etdim va shunda ko'p narsalarni o'rgandim va shu yerda men o'zimga motivatsiya olib, shularni oldimga maqsad qilib qo'ydimda, shu metodlardan foydalanib dars o'tishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ygandim. Mana bugun maqsadimga erishdim. Hamma Mashrabxon Umarovaning metodlaridan bugun foydalanib, darsimni qiziqarli va mazmunli o'tkazdim. Sizlarga ham mana shu treninglarda boshlang'ich ta'lim jurnaliga obuna bo'lib, ulardan olgan barcha materiallarni darslaringda foydalansalaring juda yaxshi bo'lar ekan. Men bugun juda ham xursandman, chunki bugun mening eng sevimli jurnalim, boshlang'ich ta'lim jurnali men bilan birga bo'ldi.